Assalomu alaykum, hammalarga yaxshimisizlar, so'msizlar, charchamayapsizlarmi? Primoy qildim. Ko'pchilik Primoyga kirganlar bildi. Primoyga kirganda bilmay qolganlar uchun aytaman. Beiznillah duo qilib tursanglar, ertaga asr bilan shomni o'rtasida hamma amallarimni bajarib bo'lgandan keyin Primoy qilaman haramni o'zidan. Bemalol Ka'batullohga qarab, Allohdan nima hojatinglar bo'lsa, hammasini o'zingizlar so'rasanglar bo'ladi. Bilasizlar, qarab o'tirish ham savob. Bilasizlar, inshaalloh ertaga kirasizlar, yaqinlarga, yaqin do'stinglarga, bu kimlarga, yaqin birodarlarga yetkazib qo'yinglar. Chunki sizlar sabab, sizlar kirolmay qolsanglar, ular kirsa ham savobi sizlarga urib turadi. Xohlaganinglarni so'rasanglar bo'ladi, bemalol haramdan inshaalloh biznillah. Alloh so'raganinglarni ijobat qiladi. To'g'ridan to'g'ri Primoy qilaman. Bemalol ko'rib turib qilsanglar bo'ladi. Agar imkoniyatim bo'lsa, ertaga yarim soat, 1 soat oldin yozib qo'yaman. Sizlar uchun sim karta olib kiraman Primoyga. Hammalarni yaxshi